Janjalobod mahallasi haqida eshitganmisiz? Qiziq ko'cha ekan. Bu joyimiz Bo'stonliq tumani, To'g'risoy qo'rg'oni yoshlik MFI Navqiron 236-hovli uyimiz sotilyapti. Fasadimiz 20 ga 30 6 sotudan iborat. Hovli uyimizga kirganda darvozaxonani qarang, balandligini, to'sinlari baquvvat. Tomlari turnike bilan yopilgan, lombos qilingan. Hovli uyimiz to'g'ri to'rtburchak shlaka blok bilan o'ralgan. To'g'ri, yerlar tekis emas, o'zingiz keyinchalik tekislab olsangiz bo'ladi. Binoyimiz fasadi simon suvoq qilingan, remontga tayyor, yangi qurilgan. Xonalar soni 4 tadan iborat. Bu tomonimizni oshxona qilsangiz bo'ladi. Ko'ningizdagi bu yog'imiz zal, mehmonxona. Bu yog'imiz bolli yotoqxonasi detskiga mo'ljallangan. Yonida spalniyimiz, kattali yotoqxonasi. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Narxi keladigan bo'lsa, opisiyaga qoldiramiz. Like bosishdan chiqmasin, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.